Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotganlar Li 7 modelimizdan xudo xolasa akamizga sotdik. Ehtiyot bo'lib, sekin aka. Aka sog' bo'lasiz. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Akamizga mana sotdik. O'zimizning qo'shni yaqin akaxonlardan o'zaro uzvarishga berdik. Manzilimiz Andijon viloyati Xonobod shahri. Ko'pchilik qayerda manzil deb so'rayapti. Uzoq joydagilarga o'zaro uzvorishga bera olmaymiz. Uzrasizlar, telefon qilib ovora bo'layotmanglar. Ishonch savdo shoxobchalari bo'lsa qilib berishimiz mumkin. Yana qaytarib o'taman. Andijon viloyati Xonobod shahrida manzilimiz. Xitoylarning firmasini, skuterlarni sotamiz. O'zaro uzvorishga faqat Xonobod shahriga beraman. Andijon viloyati Xonobod shahriga o'zaro uzvorishga beraman. Uzoq joydagilarga bera olmayman. Berishim mumkin, ishonch orqali aloqaga chiqsanglar qilib beraman, lekin qimmat chiqadi. O'zining narxidan ancha qimmat chiqadi. Ishonch orqali qilib bera olmayman, lekin qimmat chiqadi, aytib qo'yay. O'zining narxiga chiqmaydi ishonch orqali chiqqanda. Xohlagan ishonch savdo markazingizga kirib, skuter olaman deb aytsangiz, men sizga narxlarini tashab beraman va men shu yerdagi ishonch orqali rasmiylashtirib qilib bera olaman. Dastavkasini qilib yuboraman, muammo yo'q. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax qilib beraman, faqat dastavkasi pulli bo'ladi.